Значит, в них принимал участие отряд спецподразделения «Азов». Ukraina Ichki ishlar ministri Arsen Avakov aytуынча, iminlik kishlari Donetskdagi Rossiya yoqli separatistlarning harbiy yetakchisini qo'lga olgan. Donetsk өлкәсен Donetsk Xalq Respublikasi deb e'lon etgan qurolli turkumning saqlanu ministri Igor Kakidyanov Mariupol shahri yonidagi otishdan so'ng tutilgan. Ул kishi o'tirishga matashуда шикләнелә. Доставляется в один из соседних городов. Qabulda Britan harbiylari uchun tarjimachi bo'lib ishlovchi bir necha dista kishi Britaniya elchiligi yonida protest chorasi o'zdirdi. Ular o'zlarini Taliban ham boshqa ekstremist turkumlar tomonidan qo'rqinish yonavini aytib, o'zlarini Britaniyaga ko'chiruvni so'raydi. Ilgari Britaniya 2014-yil oxirida Afg'onistondagi xalqaro kuchlar chiqarilgandan so'ng 1200 lab afg'on xizmatkorga Britaniyaga ko'chinuvni taqdim etgan edi. Шулай qabulda bugun yuzlarcha afg'on qizi Yevropa kunini bayram etuvda qatnashdi. Bu chorani uyushtirgan Yevropa birligi rasmiylari Afg'onistonda yosh xotin-qizlarga bilim oluvdan mahrum bo'luv, majburiy kuyovga beruv, oilada kuch qo'llanuv kabi problemlar yoni dedi. Yevropa birligining qabuldagi vakilligi yetakchisi Afg'onistonning tezdan ishga kirishacak yangi hukumatin bolalar problemalarini e'tiborni orttirishga chaqirdi. Ham afg'on yoshlarini yordamni davom etishini bildirdi. Pakistanning Xibar viloyati qo'shiqlari tuvakda iminlikni orttiruv talabi bilan Peshavorda miting o'zdirdi. Bu o'tnada Pokiston hukumatı qo'shiqlarni kiri bu viloyatga qaytara boshladi. Bugungi mitingni o'tkazuvchilar hukumatni barilishlar bo'lgan tuvakda iminlikni ham turmush shartlarini yaxshirta olmauda ayblaydi. Tojikistonda bu kuzda Kunyoq Koreyada o'zashaq Aziya o'yinlari 2014 yarışlarına barışaq vakillarni saylav uchun sport birinchiligi o'zi. Ilning turli ulushlarından jiyilgan yuzlarcha sportchi dzyudo, boks, basketbol, yengil atletika, sport kurashi ham taekvondo birinchiligida qatnashadi.